Nest One 25-qavatdagi kvartiramizni investitsiya uchun pod ключ remontini yakunladik. To'liq obzor qilib beramiz. I wanna say what I'm feeling. Don't wanna go when it's time to come home. I wanna stay but I'm leaving. So I'll be back here before you know. Don't wanna wait forever. Don't wanna make you wait forever. Don't wanna wait forever. 'Cause I don't want you feeling alone. Alone. Aytib o'tganimizdek, bu kvartiramiz investitsiya uchun sotib olingan va remont qilingan. Va bilasizlar, bunaqa kichkina kvadrat metrda remont qilayotganda asosiy talab nima bo'ladi? Maksimal budjetni qilib remont tugatish va iloji boricha kvartirani keng ko'rsatish. Bizda kvartirada kirganimizda chap qo'lda garderobimizda joylashgan materiallari LMDF, laminatlari Igor, Avstraliyalik, push mexanizmlarda и furnituralari turetskiy samet mexanizmlar qo'yib berganmiz. Ya'ni bunda o'zi arendator kiradi, kiyimlarini yechib qo'yadi, bemalol oyoq kiyimlarini pastki qismiga taxlab qo'ysa bo'ladi va bizning o'ng qo'limizda katta mana shunaqa podsvetkalari bilan oyna qo'yib berganmiz. Inson ishga chiqib ketayotganda ertalab kiyimlarini kiyadi, qanaqa turganini bit ko'rib oladi, bemalol ishga chiqib ketsa bo'ladi. Doполнительный kalit, telefonlar chiqib ketishdan oldin qo'yish udobniy bo'lishi uchun mana shunaqa kichkina joy qilib ketganmiz. Agar bundan katta qiladigan bo'lsak, insonning o'tib qaytishiga ozgina diskomfort bo'lib qolgan bo'lardi. Bizda hamma datchiklarimiz bor, teplый pollarnikini bemalol kontrol qilsa bo'ladi. Dальше ozgina o'tganingizdan keyin bizda sanuzulimizda dushlarimiz joylashgan. Bu haqida Oybek ham to'liqroq ma'lumot beradilar. Sanuzulimizga kirishingiz bilan eshiklar, skrit eshiklar qo'yilgan. Joyimizdan maksimal darajada har bir santimetrdan foydalanganmiz. Kirganingizda dushovoy qism kutib oladi. Dushovoyimizda oynali polkalarimiz turibdi. Bu yerda unitazimiz, avariyniy trap, bu yerda gigiyenskiy dush qo'yib ketilgan. Bu yerda albatta bizda polkalar o'rnatib ketilgan. Polkalarda bumaga kimik sredstvalar qo'yib ketsak bo'ladi. Yaxshigina, anchagina joy bor. Bu tomonga o'tsangiz, bu yerda rakvina, kirganingizda aytganda qulay, kirdingiz, rakvinada qo'lingizni yuvdingiz, oynaga qaradingiz, xonaga kirib ketdingiz. Plus bu yerda biz rozetka qo'yib ketganmiz, защитный. E'tibor bersangiz, защита ko'p joyda oddiy qo'yib ketadi, suv sachrashi zamikanye bo'ladi. Bu yerda feningizni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Bu tomonda sushilka. Dальше ketamiz. Dальше ketadigan bo'lsak, bizda chap qo'limizda spalnimizni kutib oladi. Kompaktni qilib joylashtirib ketishga harakat qilganmiz. Nimaga? Chunki spalniga faqat uxlash uchun kirasiz. Aytganimdek kvadrat metrimizga kichkina bo'lganidan hisobiga maksimum katta joyi biza TV zonamizga, relaks zonalarga tashab ketganmiz. Juda ham ko'pchiligi birinchi ko'rganda bizning spalnimiz kichkina bo'lib ko'rinadi, lekin aslida spalnimizning razmerining o'zi 1.80 normal inson uchun uxlashiga bemalol joy bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, shkaflarimiz antirisol qilib uslubda joylashtirilgan, maksimal joydan foydalanish. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, shkaf qo'yishga imkoni yo'q, joylashtirishga. Endi inostrans bo'lgandan keyin albatta o'zini kerakli kiyimlari chamadonda bo'ladi. Joylashtirib qo'yish uchun hamcha yetadi. Atelni variant qilingan. Spalni uchun yana aytmoqchiman, maksimal darajada yotoq uchun joy ajratilgan. Chunki gostinniy zonamiz kichinayib ketishi. Bu yerda kim inson faqat yotish uchun keladi, uxlash uchun keladi. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, yana bitta eshik qo'yib ketganmiz. Bu eshigimiz razdvijnoy, konstruksiyasi metalliskiy profildan ishlangan. Oynalari reflyonli, yorug' o'tkazadi, lekin yerda o'tirgan inson bu tomonda spalni ko'rmaydi. Shunga e'tibor berasiz. Nimaga ikkita eshik? Ikkita eshik bo'lgan sabab havo aylanib sirkulyatsiya bo'lib turishi uchun o'sha hisobga olib ketilgan. Zo'r, qarang. Metal konstruksiya dedingiz, tepani. Nimaga? Oddiy перегородка qilsa nima bo'lardi? Endi qarang, bunda yuk turadi. Bu doimiy ochilib yopiladigan narsa, metalldan ishlangan narsa bo'lgani uchun ertaga vaqt o'tib qimillab qoladi. Deformatsiya bo'lmasligi uchun bu narsa qilib ketilgan. Uzoq yil xizmat qilmaydi. Agar metal konstruksiya qilmasangiz, uzoq yil xizmat qilmaydi. Значит, remont qilayotganinglarda mana shunaqa kompaktniy spalni qilmoqchi bo'lsanglar, обязательно раздвижной eshikning tepasiga mana shunaqa metal konstruksiya qilib ketinglar. Dальше oshxona qismimizga o'tamiz. Oshxonamiz ko'rayotgansiz, maksimalniy minimalistik uslubda qilingan. Hamma ergonomika qoidalariga rioya qilganmiz. Ko'rayotgansiz, kompaktni xolodilnigimiz bor, morozelnik o'rnatilgan. Buni bu yerda qo'ygan sababimiz, produktni oldingiz, bu yerga tashladingiz, yuvdingiz akkuratni, ovqatingizni pishirdingiz,
И bu yoqqa посудомойкаga tashlaymiz. Посудомойка обязательно kerak iностранец uchun. Hamma texnikalarimiz Seventage brendiga tegishli. Mikrovolnovka, duxovka, menimcha yashash uchun hamma narsa yetarli. Mexanizmlari o'sha aytganimizdek Samet mexanizmlar ishlatilgan. Menga mashchasi yoqdi. Qanaqa material Bu ishlatilgan? Frente degan plyonka. Bu Iman kompaniyasi tomonidan shu narsa hozir bor. Bu hozirgi zamonaviy texnologiyada menimcha eng to'g'ri решение. Deformatsiya bo'lmaydi, qirilmaydi, sirilmaydi. Krashinida bu narsani qirib qo'yish mumkin. TV zonamizda biz vinsanka ishlatganmiz. Vinsankamiz ko'ryapsiz, imitatsiya keramogranita или камня desak ham bo'ladi. Toshda и keramogranit imitatsiya. Lekin bu vinsankani asl mutaxassislari qilib bergan, yaxshi mutaxassislari. Uncha-muncha odam buni tosh deb o'ylaydi. Bilmagan odam men ham keldim, mana ko'raman. Siz vitsanka deganingizdan keyin mana ushab ko'rib sezsa bo'ladi bu narsani faqat. Atak tosh yoki bo'lsam shraka formatning keramogranit deb o'yladim. Haqiqatda ishini ustalari qilibdi. Pasvetkalar bilan bundan ham chiroyli chiqdi. Pasvetkalar. Bu yerda TV bortimiz turibdi. Pultlar, oshcha jihozlar, hujjatlar joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Devorlarimizga kelsangiz, devorlarimizda bambukli panel ishlatganmiz. Panellarimiz taroq bilan primoy panellar kombinatsiya qilingan. Bu ham o'ziga yarasha ko'rkamlik berib turibdi deb o'ylayman. Zo'r. Kelinglar ozgina bo'lsa, pol haqida gaplashadigan bo'lsak, qanaqasi tanlandi? Yo'lkalari bilan juda ham chiroyli chiqibdi. Pollarimiz hammasi Xitoydagi ishlatilgan. Xitoyda 1-2 qalinlikdagi 33-klassdagi pollar, laminatlar. Hozir Xitoy любой Yevropaligidan ham hozir damini beradi. Qo'pol qilib aytganda, Xitoy kачество bo'yicha hozir номер 1. Xitoy deb avval hamma yomonlar, lekin Xitoy hozir yomon emas. Xitoy eng zo'rlardan biri. Menimcha eng mashina olib turib, bitta o'zini brendini bosib, o'sha orqali chiqasiz. Buni misol kvadrat metrini aytib o'taman, 16 dollar, 18 dollar atrofida bo'lsa, agar buni Yevropanikini oladigan bo'lsangiz, 30 dollar, 40 dollar atrofida chiqadi. Nima uchun переплачивать qilish kerak? Bu investitsiya uchun kvartira bo'lgandan keyin. Shu 33-klass dedingiz, nima farqi bor? Klasslarda farqi ekologik toza bo'lishida и влагостойкостьda. Vodostoykist degan narsa yo'q. Vlagostoykist bor. O'sha taraflama plyuslari bor, chidab berishiga. Menimcha ekologik toza deganingiz bu anu cho'pli pol qizigandan keyin har xil o'zidan zararli moddalar chiqazmaydi. Albatta. Zo'r. Bu uyimiz hamma joy to'liq cho'pli polda qilingan. E'tibor bersangiz, har bitta xonaga, даже spalniyaga, gastinaga datchiklar o'rnatib ketganmiz. Ko'pchilik savol beradi, nima uchun hamma joyga cho'pli pol kerak? Bu высотный здание. Высотный здание bo'lgani uchun hozirgi havolarimiz juda ham o'zgaruvchan. Qattiq sovuq kelib qolishi mumkin. Issiq, sovuq hozir hech narsa kafolati yo'q. O'shaning uchun maksimal hamma joyda cho'pli pol ishlatib ketganmiz. Kerakli payt yoqadi, kerakli payt o'chiradi. Buni plyus minusi spalniyaga qilish kerak emas, yoqqa qilish kerak emas, hamma joyga qilingan. Bu to'g'ri решение deb bilaman. Так, дальше. Isitish sistemasi, konditsionerniy, пожарный sistemalar, Nestonning o'zining qonun qoidalari bor, bu uchun отдельно. Bu yerda isitish sistemasini Nestonda bilasiz, sentralniy отопление qilingan. Sentralniy отопленияda radiatorlar и теплый пол. Именно A blok, B blokda isitish tizimi faqat shunday. Lekin boshqa bloklarda, ofis bloklarda bu fankol sistemada 4 trubkali sistema bor. Sovutsa ham bo'ladi, isitsa ham bo'ladi. Lekin A blokda faqat sovutish uchun berilgan sistemamiz. Bu yerda fankoil qo'yilgan o'zining spalnisiga и gastiniga faqat sovutadi. Adashtirmaylar. Boshqa piramid obyektlarida или S blok obyektimizda Nestonda sovutish va isitish tizimi bor. Shu bilan farq qiladi. И men aytib o'tmoqchiman, пожарный sistemalarimiz sprinkler sistemalar qo'yiladi bu yerda 100%, chunki высотный sistemada SNIP normativlar bo'yicha ko'rsatib o'tilgan и пожарный datchiklar. Keling ozgina malyarka haqida gaplashadigan bo'lsak, menimcha bemalol bu malyarkani kauch desa bo'ladi. Sifatlari yaxshi. Malyarkaga nima ishlatdinglar? Malyarkada bizni kraskalarimiz hammasi BTEK kraskalar ishlatilgan. BTEK средний segment uchun, повседневно ishlatish uchun mo'shi, super mo'shi и effektivnosti yaxshi hozir. И narx jihatdan ham, и sifat jihatdan ham BTEKni men tavsiya deb bilaman. Byudjetniy segmentda. Byudjetniy segment, sredniy segment yo'q, byudjetniy segment emas, sredniy segment. Sredniy segment. Byudjetniy segment deyilmaydi, chunki BTEKni o'ziga yarasha darajasi bor, уровени bor. Biz mana Turkiyaga borganda ham zavodlarni borib ko'rib keldik. BTEK действительно gigantskiy kompaniya и почти nechta davlatda 38 dan 40 ta davlatga eksporti bor. Bu byudjetniy segmentga kirmaydi bu narsa.
yaxshi. Endi ro'zqish kerak bo'lsa, hashamat kerak bo'lsa, albatta. Ha, endi hashamat kerak bo'lsa, flyuger ishlatsin, tikuryular ishlatsin, endi hamma cho'ntak bu. Xudo xolasa. Xudo xolasa, endi investitsiya uchun bu to'g'ri решение deb bilaman. Boshqa ob'ekt ishlatgan obyektlarimizda uni ham ko'rsatamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Tak, video ham ancha chiroyli ekan. Mana shunaqa kvartirani o'zi necha pulga arendaga qo'ysa bo'ladi? Bu kvartiraga o'rtacha 1200 dan 1,5 dollargacha arendaga qo'ysa bo'ladi. Bu o'zini 100% oqlaydi. Buni kvarplatalari ham, to'lovlari ham o'ziga mos va o'zini oqlaydigan. O'shaning uchun investitsiyaga kichkinaroq kvadrat metrdagi kvartira olishar ekan. Endi bitta tushuntirish berib o'tib ketay. Bu yerda 1200-1,5 dollar davomimizda ko'pincha o'zbeklar turmaydi. Конечно, chet eldan kelgan mehmonlar o'zini ishini tez bitirish uchun srochnik kelib ketishadi. Chet ellik mijozlar turishadi bu yerda. Tak, bo'lmasa, menimcha YouTube'imizni yakunlasak bo'ladi. Obzorimiz sizlarga qanchalik yoqdi? Agar xato kamchiliklari bo'lsa, обязательно yozib ketinglar kommentariyada. Biz to'g'rilashga, yana ham qiziqroq bo'lgan mavzularda kontent qilib berishga, gapirishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'ling, kuzatib boring, Oxa jamoasiga obuna bo'lib qo'ying. Xuddi shu ko'rib turgan kvartirangiz 0 holatidan shu holatigacha Oxa jamoasi tomonidan remont podключ xizmati qilib berildi. Men Abrarov Oybek, Oxa kompaniyasi asoschisiman. Remont podключ xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.